Hozirgi kunda 100 ming so'mni 500 ming so'm aylantirish uchun eng ommabop bizneslardan biri bu morоженое biznesi. Agarda sizga texnika sotuvchi buni полностью smeslarni tayyorlab, biznesni ishlab yuritishni o'rgatib bersa, bundan zo'ri bormi? Ushbu ko'rib turgan texnikalar Xitoyning eng kачественный zavodlari Mildred Frigamatni frezerlari. Ushbu frezerlar 220-380 kilovatda ishlaydi. 220 kilovatda ishlaydigan frezerlar soatiga 20-25 litr sutni qayta ishlab, 300 morоженое ishlab chiqaradi. 380 kilovatda ishlaydigan frezerlar esa 40 litr sutni qayta ishlaydi va 400 dona morоженое ishlab chiqaradi. Frezerlar narxi 13 million so'mdan 28 million so'mgacha. Smeslar tayyorlanishi parlament do'koni xodimlari tomonidan noldan boshlab o'rgatiladi. Bugun ishlatgan smesimizdan tayyorlangan morоженыйmiz ta'mini yo'lovchilarimizdan so'rab bilamiz. Assalomu alaykum, morоженыйni ko'ring. Ta'mini baho bering. Ash bo'lsin.